38,5. Ha, bozor 38,5 so'rayapti. Yani akalar vosh go'zal chiqibdi akalar. Maza qilinglar, tomosha qilib akalar buqani. Har bitta yurtdoshlarimizga mana shunday buqalar, zo'rlar nasib qilsin akalar. Mana 88 lik 950 09 44 ga akalarimizga aloqaga chiqinglar. Do'stlar, mayda boqmalaridan, zo'rlaridan topib berish ekan. Nech pul aytilyapti bu hozir? 11 aytilyapti bozorchi. 9 bozor so'rayapti. Ha, 11 million aytilishi 9 million bozor so'rab turibdi ekan. To'ydi zo'ra akalar. Ular nech puldan sotildi? 2 bir qo'lga. 2 bir qo'lga 23,5 million sotildi. Ha. Hurmatli do'stlar, mana narx-navo bilan tanisha olaverasizlar. Ot bozorda ham iloji boricha ko'rsatyapman. Mana shu ikkita toy akalar ot 23,5 million so'mga bir qo'lga sotilibdi. Barakasi ichida bo'lsin akalar. Mana orqalaridan ko'rsatib qo'yaydi. Mana barakasi ichida bo'lsin akalar. Ot bozori ko'rsating degan aka-ukalarga iloji boricha ko'rsatyapman. 23 million so'm sotilibdi akalar. 33lik 220 65 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Mana shunaqa to'ylar kimga kerak bo'lsa akalar. Ha. Fermada ko'p izi ko'p akalar fermada. 13,5 millionga sotildi. Baraka bo'pti. Hurmatli do'stlar, 13,5 millionga baraka bo'pti. O'zidan ko'payib 1000 ta bo'lsin akalar. 99lik 017 4095. Hurmatli do'stlar, mana shunaqangi g'unojillarda izi bor ekan. Akalar izi bor ekan, ana shu ukamizga aloqaga chiqaverasizlar. Izi bor ekan, aytilgan nomerlarga. Aytgan millatinglar. Bu nechinchi bo'lasi bu? Ha? Ikkinchi bo'lasi. Urg'achimi erkakmi? Urg'achi. Ha. Urg'achi ekan, lekin qaymoqli ekan, bolasini zo'r boqibdi. Ha, ikkinchi bo'lasi ekan, urg'achi ekan. Mana onasini oladi akalar. Suti qancha bu sigirdi? 6-7 ta bor 2 mahaliga. Ha. Bahosini endi nech pul aytyapsiz? Qancha? 23 aytilishi. Bozorchi. Bozor real nech pul so'radi? Real 18 so'rayapti. Ha, 18 so'rayapti realni. Hurmatli do'stlar, mana ona bola sigirlarni iloji boricha ko'rsatyapman. Mana onasini orqalaridan ko'rinishlari, bolachasini zo'r boqayapti ekan, hali kindiklari ham tushmagan akalar. Necha kunlik buzov bu? Ha? Ha, 5 kunlik buzov ekan akalar. 18 millionga real so'ralyapti. Zo'r. Bozoringiz bersin bu? Mana shu sigir savdo bo'lyapti ekan. Mana bu bolasi ekan akalar. Mana bu bolasi. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi ekan. Mana onasi akalar. Mana bu onasi. Savdo bo'lyapti. Nech pul so'ralyapti? Bu nech pul so'radingiz? 26,5 million so'rayapsiz. Realni. Realni 26,5 million so'ralyapti. Ha, do'stlar. Yangi yil o'tkazaylik. Omadli barakali keladi. Qancha? Ha. Ukam. Bergin. 32 million deyapti, katta nima? Ha, 32 million deyapti. Siz 26 million deyapsiz. 26 million 500 ming. Ha, 26 million 500 ming so'm so'rayapti ekan. Mana bolachasi. Bu kichami? Ha, onasi. Ha, urg'achi ekan. Ha, mana bu onasi. Mana bu onasi. 27 ni men so'radim, berma. Ha, ettalab 27 million so'radi, bermadimi? Ettalab 27 million so'ragan ekan, bermagan ekan. Ha, endi arzi bozorga mana 26,5 million so'ralyapti. Nech pul aytyapsiz bular? Ikki bir qo'lga 25 ga bermayapsiz. Ikki bir qo'lga 25 millionga berilmagan ekan. Ettalab bermagansizda. Ha. Hurmatli do'stlar, mana g'unojillar, zo'rlari bozorda narx-navosi bo'lib turibdi. Ikki bir qo'lga so'ralgan. Zo'r, bozoringiz bersin. Nech pul aytyapsiz aka? 10dan aytilyapti. Bozorchi 16,5 qildi. Ha, 16,5 million so'm bozor realni jazman so'rab. Akalar, 10dan bahosi aytilyapti ekan. G'unajin o'sadi, yaxshi sigir bo'ladi. Yoshgina o'sadigan g'unajinchalar akalar. Mana yaxshi mol bo'ladi-da. Vodiyli akalarimiz kelib, akalar mana buqalarni terib olib ketyapti ekan Qashqadaryodan. Hurmatli do'stlar, mana shuncha buqalar olinibdi akalar. Barakasi ichida bo'lsin. Do'stlar, iloji boricha ko'rsatib qo'yapmiz. 11 million, Ha, 10 million 9 aralash shunaqa. Qiyg'isi yo'q. Ha, 8 milliondan tortib
to 11 milliongacha bo'lgan buqachalar. Ha? Ha. Vodiylik akalarimiz olib ketyapti. Vodiylik 22 ta mol oldi. 22 ta mol oldi bugun vodiyliklar. Ha. Doston polvon. Yo'q. Ha, bozoringiz bersin. To'la xudo xolasa biz videoni davom ettiraveramiz. Kommentar fikringizni yozinglar, aylantirib so'rab ketaveramiz. Mayli aka, barakasini bersin deymiz. Bugungi sanamiz bo'lmadi. Bugungi sanamiz 21-dekabr sanasini. Avvalambor assalomu alaykum. Xudo xolasa mana eshitmaganlar uchun yana bir salomlashamiz. Qarshi kanal mol bozori gapi chiroyli ajoyib qo'shqor qo'ylaking barakali keldi. Mana ko'z qoram zo'r yog'yapti. Ko'proq qor yog'sin deymiz. Layklar bosinglar, o'rdalar mehnat qadrlagan o'ta kamchilik qiladi. Havo sovuq. Ana. Bu hammasi qo'chqormi aka bular? Eshitmadingiz qo'chqorchilar? 4,5 dan deyapti. 4,5 milliondan. Bozor nechi bozor? Bizlarga 4 dan deyapti. Bozor 4 dan bermadingiz-a? O'rtoqlar qo'chqorchilarga baho berasizlar, 4 milliondan bermay turibdilar mana. Hagoda zo'r bo'lyapti, qor zo'r yog'yapti. Juda ham Sanfiyat ko'taradigan hagoda baraka bo'lsin, yomg'ir ko'proq yog'sin, qor yog'sin deymiz. Mana qo'y qo'zilar ko'paysin deymiz. Qo'chqorlar aylantirib o'tamiz, mayli aka, barakasini bersin deymiz, so'rab ketamiz. Bu sog'liq qo'ychilar, nechi million deyapsizlar? 4 milliondan. U ketib qoldi, 4. Bu baraka bo'ldimi aka bu? Necha oldingiz buni? 3 million 400. 3 million 400 o'rtoqlar. Bozor nechiga bermas buni? Assalomu alaykum. Bozor nechiga bermas aka buni? 6 so'rayapti. Bir joyga keladi, 3 million. 6 millionga bermay turibdi o'rtoqlar. Ikkita sog'liq qo'ycha. Mayli aka, barakasini bersin deymiz. O'rtoqlar biz dehqonlar qatori aylanib so'rab ketamiz. Dehqonlar bilan savdo qilamiz. Bu tarafda mana optimchi akalarimiz ham bu. Xohlagan vibringiz bor, tanlab olaverasiz. Qarshi kanal mol bozorida. Aylantirib so'rab ketaveramiz nima qilib. Bu ko'zichalar nechi bilan deyapsizlar qo'ychilarni? 3 million baho qo'yapsiz. 3 million baho qo'yapsiz. Zo'rmisiz, yaxshimisiz? Bozor nechi qildi sir bo'lmasa? 2 million 500